Biznes uchun zo'r joy topib olganmiz. 15 ta yo'mkisi bor ekan, ko'ryapsizlar. 5 tasi hozirgi kunda arendada turibdi. 150 ming baholanyapti. Yarmini berib, yarmini 1 yilda berishgan berib yuboradilar. O'zi 200 ming qo'yilgan, batda oldin savdo bo'lgan, hozir pul zarurat. Bu tashladi svetoforı sadda bor. Saddadan katta ko'chaga yurganingizda 500 metrda o'ng qo'lda mana bu yerda qabristonimiz ham bor. Bu katta ko'chaning yo'li. Xo'p, hozirgi kunda 15 ta xonasi bor dedi. Uzunligi 110 metr bu tomoniga, bag'iga 20 ming shunaqa. Общий 20 sotixlik joyimiz. Noturar, biznes qilsangiz bo'ladi. Hozir mana mashina pushlar ham turibdi ekan. Nari ham bitta ko'rib beramiz. Holati mana do'konlarni ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa chiroyli. Prosta telefon qilasiz, baraka qilib yuboramiz. Mana shunaqa chiroyli katta yo'lni bo'yida mana yo'q, metlari asfalt bo'lgan, o'ziga yarasha ancha rasxod qilingan, tayyor izdanalar qurilgan, arendatori bor. 150 mingga olib yuboradigan holati menimcha. Buni yarimi 75 bo'lsa, yarimi 35 bo'lib, uje bitta joyi sizga 10 mingdan to'g'ri kelyapti shunda. Bitta yo'mkisi. Telefon qilsa ham baraka qilib yuboramiz, past raqamli egalari. Tashlarsadda katta ko'chani sizlar baraka hisob bo'linglar.